qoldi qanaqa mana ozgina bularga tushuntirish bering. Oddiy konsultatsiya yaxshimi yoki o'sha egzo tozalash seansini ikkita etapda olgan yaxshimi? Ham o'zingiz, ham uy joyingiz. Shu ikki etapi ham zo'r ekan. Shuni olish kerak ekan. Oddiydan qaytadan shunisi yaxshi. Egzo tozalov. Nimasi yaxshi? Ozgina qisqa lo'nda tushuntiring. Nimasi zo'r ekan? Nimasi yoqdi sizga misol uchun? Ana ichi astarlar, avralarni anaqa tutib chiqamiz-da. Ha. Dunyoqarash o'zgar ekan. O'zingizni sevishni o'rgan ekan. Ishingizga bo'lgan muhabbat uyg'onadi. Qisqasi dunyo go'zalligini bilaykanda. Albatta, yashang. Qachongacha negativda, yaxshi narsalarni o'ylash yo'q. Bundan ham zo'r hayot bor axir. Alloh bekor yaratmagan bizani. Ana u deydi, bu deydi demay, qaytadan o'zingiz uchun yashaykansizda. Albatta, O'zingizni albatta. sevyapsiz. Kim nima desin, hayot sizniki. It akillab qolaveradi. Sizga Alloh berdimi? Imkoniyat, foydalanish kerak, tamom. Baxtli bo'lgingiz kelyaptimi? Bo'ling sharti. Ish qilgingiz kelyaptimi? Qiling sharti. Dam olgingiz kelyaptimi? Qiling sharti. Beradi Alloh. Buning uchun yo'llarni tozalash kerak, o'zlikni anglash kerak, tamom. Mana shuni chuqurroq, juda ham chuqur tozalanish, egzo tozalash seansini ikkita etapi bo'ladi, bilib qo'yinglar. Buni olmabsiz, bu dunyoga kelmabsiz. To'g'rimi, Vasilaxon? To'ppa-to'g'ri. Men boshida rosa ikkilanuvdimki, bilasizmi? Lekin sharti, mana shogirdlar, mana qizlar aldayotganim yo'q. Shogirdlar sharti $150 to'lab ikkalovini olishdi. Yo, noto'g'ri gapiryapmanmi, Vasila? To'g'ri. Mana shogirdlar uchun $150. Aldayotganim yo'q, Umidaxonlar, bilib qo'yinglar. Chunki bu juda ham chuqur, kuchli, mashaqqatli ish bo'ladi. Mana qancha energiya, mana o'ynatadi bular. Bilasizmi? Seans paytida rosa qoravoylar. O'shuning uchun juda ham kuchli. Olsangiz pulingiz milliard barobar qaytib keladi. Pulingiz qaytib keldimi, Vasilaxon? Necha marta qaytib keldi, menga ayting. Cheksizmi? Vasila. Alo. Egzodan keyin pulingiz necha barobar bo'lib qaytib keldi? Hisoblay olmayman. Ana ko'rdinglarmi? Ochilasizlar konkretni. Keladi pul. Da. Tavsiya qilasizmi bularga? Mana eshitib turganlarga egzo tozalash ikkita etapida olishga. Kimdir rosa yuragida qo'rquv ko'tarildi. Tavsiya qilaman. Kichkina yig'lab qoldi. Bo'ldi, mayli. Eson-omon katta bo'lsin, rohatini ko'rib bering. Xo'p, qizijonlar, so'raganlar uchun mana tirik guvohlar, hamma ko'rib turibdi.